Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Pedagogik deontologiya fanidan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz rivojlangan mamlakatlarda pedagogik deontologiya va kompetensiya fanining rivojlanish bosqichlari. Mavzuni yoritishda yuqorida siz ko'rib turgan rejalardan foydalanamiz va bu mavzu bo'yicha o'zimizni qisqacha fikr mulohazalarimizni bayon etamiz. Pedagogik deontologiya fani bo'yicha siz bir qancha mavzularni o'qib, o'rganib va tanishib chiqyapsiz. Yuqorida aytganimizdek, pedagogik deontologiya o'qituvchining majburiyatlari, burchi va uning asosiy vazifalarini bayon etishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi. Aynan bu borada G'arb va Sharq olimlari o'zlarining ilmiy qarashlarini, nuqtai nazarlarini bayon etganlar. Aynan pedagogik deontologiya o'qituvchi kasbiga, mahoratiga, uning faoliyatiga nisbatan e'tibor berishni, uni faoliyatini tahlil etishga qaratilgan jarayon hisoblanadi. Bu borada G'arb olimlari, Sharq olimlari, Yevropa olimlari o'z tadqiqotlarini yoritib o'tganlar. Jumladan Chex olimi Kanvenskiy o'zining buyuk didaktika asarida pedagogik faoliyat, ta'lim-tarbiya nazariyasi faoliyati xususida ilg'or fikrlarni keltirib o'tgan. Aynan u ta'lim jarayonida o'qitish vazifalari, faoliyati, pedagogning mahorati xususida ilg'or fikrlarni keltirib o'tgan. Bundan tashqari, nemis faylasufi va pedagogi Gerbart o'zining umumiy pedagogika asarida axloqiy tarbiya, shaxs tarbiyasi, shaxs faoliyati haqida ilg'or fikrlarni keltiradi. Gerbartning ta'kidlashicha, inson rivojlanishi uchun quyidagi prinsiplar asosida rivojlanishini ta'kidlaydi. Birinchisi, ta'lim prinsiplari, ikkinchisi erkinlik va uchinchisi adolat prinsiplari asosida kamol topishini nazarda tutyapti. Aynan bu uchta prinsip shaxsning shaxs sifatida shakllanishida, uni ijtimoiy hayotga moslashishda alohida o'rin tutishini ta'kidlab o'tadi. Bundan tashqari, rus pedagogi olimi Ushenskiy ham o'zining bir qator asarlarida pedagogik faoliyatida o'qituvchi shaxsiga nisbatan uning vazifalarini bajarish, ta'lim jarayonida ilg'or texnologiyalardan foydalanish, ta'lim mazmuni va maqsadlarini erishishda o'qituvchi deontologiyasini alohida ta'kidlab o'tadi. Bugungi kunda kelib mamlakatimizda ham mana shu pedagogik deontologiya va faoliyati bilan bog'liq bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilyapti. Bularning hammasida o'qituvchining vazifalari, o'qituvchi majburiyatlari, o'qituvchi faoliyatini yaxshilashga qaratilgan tizimli ishlarni ko'rishimiz mumkin. Mamlakatimizda amalga oshiriladigan ta'lim islohotlarida aynan o'qituvchi faoliyatidagi eng muhim o'zgarishlar, o'qituvchi ta'lim jarayonida eng ilg'or texnologiyalardan foydalanishi, pedagogik mahoratini oshirishi, kasbiy mahoratini oshirishi, zamonaviy ilmlarni egallashi muhim hisoblanmoqda. Ayni bu holatda pedagogning mahoratini oshirish, uning faoliyatini, zamonaviy kasb-hunarlarni egallash masalasi ham muhim hisoblanadi. Pedagogik deontologiya yuqorida aytganimizdek, pedagogik faoliyat, pedagogning mahoratini oshirishga qaratilgan eng muhim uzviy vazifa hisoblanadi. Bu pirovard maqsad pedagogning
vazifalarni bajarishda ta'lim oldida turgan ustuvor eng muhim faoliyatni amalga oshirishga qaratiladi. Xulosa qilib aytganimizda, pedagogik deontologiya va pedagogik kompetensiya bir-biri bilan uzviy bog'liq faoliyat hisoblanadi va bir-birini rivojlanishi, bir-biri orqali yuksalishini talab etadi. Shunday qilib, pedagogik deontologiya va pedagogik kompetensiya bir-birisiz rivojlanmaydi va yuksalmaydi. Ko'ringiz uchun rahmat.